я был султан. O'zbekiston mustaqillikka 1950-yilda erishgan prezidentiyada. Bobona bir jiddiy ochini, menga qarasdan qachon odam bo'ladi? Yotishingda qara itga o'xshab, molmisan sen? Biz tempurlarda qara, bizneslari bor, mashinalari bor, qator-qator ota-onasini hajga yuboryapti. Yotishingda qara, ahmoq. Yuragim siqilib ketyapti. Seni ko'rsam bo'ldi, hayotga bo'lgan qiziqishim ham so'nib ketyapti. Nima qilyapsan buni? Nima qilyapsan? Menga qara. Xullas kalom. Biz bir ish qilishimiz kerak. To'yib ketdim bilan yashashdan. Bunaqa nadikor ishlar, chet el yurishdan to'yib ketdim. Qandaydir sen ham misol insonsan-da, yuragingda qandaydir bir tuyg'u bormi? Yaxshi yashash, ota-onangni hajga yuborish, mahallangda asbol qilish, hech bo'lmasam ko'changda asbol qilish deb qiziqarli narsa bormi? Bor, ideya bor. Yo'q-a? Zo'ri bor. Ey Allohim, endi boy bo'lib ketamiz ekanda. Qanaqa ideya? Marojna sotamiz, Anjom marojna. Menga qara. Sen qanaqa odamsan o'zi? Yo'q, qo'rmasam sen jamiyatga imzon yetkazasan, sen dengizga oqizib yuboraman men. Umuman sen dengizga oqizib yuborasan. Hey, kaç! Aman yok kovaramam. Dengizga oqizib yuborasan. Jamiyatga imzon yetkazasiz. Sen Allohdan men qo'rqmasam, umuman sen jamiyatga imzon yetkazasan sen. Bakalım bir yap yapıda yap. İşte bu masa. Allahu Ekber.